Xullas shunaqa. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam shu hayotimizda, shu kecha-kunduzda bo'lib o'tgan voqea. Xullas bir ayol bozorga boribdi o'zini dugonasi bilan. Bozorga boribdi-da, o'zi yoqtirgan, o'ziga yoqib qolgan ko'ylakni tanlabdi. U lekin rosa qimmat ekan. Qimmat bo'lgan, lekin o'sha ko'ylakni olishga unda puli yo'q bo'lgan. Keyin boshqa yana bozorda aylanishga davom etibdi. Boshqa do'kondan yana qanaqadir ko'ylaklar yoqibdi unga, lekin o'sha birinchi ko'rgan ko'ylagi uni olishni xohlabdi. O'sha ko'ylakni birinchi ko'rgan ko'ylagini borib kiyib ko'ribdi, lekin unga kiyganidan keyin u ko'ylak yarashmabdi. Ham u yarashmagan, ham u qimmat bo'lgan. Dugonasidan qarz olib bo'lsa ham o'sha ko'ylakni olgan. Dugonasi keyin ikkinchi do'konga kirib kiyib ko'rgan ko'ylaging yaxshi edi, ham arzon edi deganiga qaramasdan o'sha birinchi o'ziga yoqqan ko'ylakni olib kelgan. Xullas, sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'ziga yoqdi, lekin unga yarashmagan ko'ylakni kiyib yuraversinmi? Bu so'zlarim kimga tegishli? Hozir kim eshitayotgan bo'lsa, o'ziga olib oladi.